Men familiyam Ahmadov Ne'matjon. Bir ming to'qqiz yuz qirq to'qqizinchi yilda tug'ilganman. Noyabrda, Minglon soatda yashayman. Ishida ish qilyotgandim. Men uyda ish qilyapsam birdaniga shu og'riq bo'lib qoldi o'zidan o'zi. Shunaqa bo'lib og'rib, o'zimni holatni nojo'ya sezdim o'zimni holatimni. Toliqordim. Qorinda jicha-picha og'riq bo'ldi. Og'riq boribdi, shu mijib borib turardi, shunaqa bo'lib. Mijib borib turardi. Niyatdim deb, nima bunaqa bo'lyapman, bunaqa bo'lmasin. Bunaqa kasal bo'lmasin, men sayyoratim og'rimasa, har qanaqa ish qilganimda ham dedim. Toliqordim, o'zim noqulay sezdim. Aytdim, bitta dam olaychi deb boribdi, uyda so'raga bordim. So'raga borib yotdim, ham ter bosordi, terlarim, ter chiqardi. Keyin uydagilar darrov nima qilsa, skora chaqirishdi vaqirdan, tezordan. Chaqirib kelishib, davleniyalarni o'tkazdi, hamma yoqni ko'rishdi. Vazirga olib kelgan, vazirga olib kelgandan keyin yerda birikki juftlar ko'rishdi, o'sha hammasi. Ular muhokama qilishdi, karyeraga katta olib kelishdi, mana shu yerdaman. Endi yaxshi, hozir tuzuk bolalar yaxshi qarashadi, doktorlar hammasi ham yaxshi. Yaxshi tuzukman hozir. Og'riqlar yo'qolib, o'shandan keyin yaxshi bo'lib qoldim. Prezidentimizga, hokimiyatimizga, ularga hammalariga katta rahmat aytaman. Mana shunaqalar yordam berib, mana bir hayotga qaytarishga xursandman.